Toshkentda smash burgerlar tayinlash bo'yicha top ikkita joy bo'lsa, o'shalardan bittasi United Burger. Ularda zo'r yengillik qilib qo'yishibdi. Mana burgerni qarang. Aka, buning ichida 6 tamadi kotleti? 6 ta kotlet bo'ladi. Hammasi 100% go'shtdan tayinlangan. Agar mana shu burgerni ikkita tishlash deb bersangiz, 1,200,000 so'm ishtirsani berishadi. Bittaga bo'yi sinab ko'rasiz. Aytgancha, bu birinchi kelib yegan 10 kishiga beriladi. Shoshilamiz. Burgerni ko'ryapsizlar, unaqa nerealniy katta emas. Bemalol kelib menimcha yeb ketsanglar bo'ladi. Sochniligini qarang. Yana bitta plus tomonlaridan bittasi, bu joyda razif kola qo'yishgan. Bilsanglar, ko'p joyda hozir Pepsi sochadi, lekin razif bo'yicha men uchun baribir kola chempion. Bitta lavash ko'rsatib bering aka. Usti xrustyashgan, o'tib-pishilgan. Voy. Sochni. Bularda umuman chips qo'shilmaydi. Ortiqcha narsani o'zi yo'q. Ortiqcha narsasi yo'q. Bu o'sha bikonligi. 100% halol, xudo xolasa ishonchli bikonlardan. Mol go'shti bu. Bunisi qo'ziqorinli, kotlet ikkita bo'ladi. Hammasining ichida bu crispy, o'sha piyozli ustashi. Mazasi juda ham sochni o'z ko'rinib turibdi. Menimcha sherigim kelsa yutib qo'yadi bu aksiyani.